380 yol bu obunachilarga. Sho'raxon yozuv. Sho'raxon aylanmasizlar. To'g'risini bu yoqqa aylanasizlar. Shu yo'ldan obunachilar 1 kilometrda ichkariga giramiz. Ekranda telefon numarini qoldirib qo'yamanda, uzoq bemalol so'zlashib, o'zlaringiz kelaverasizlar. Bu yerdan kelsak, 4 tarafdan keladi, 4 bozor tarafdan. Sho'raxon yozuvining to'g'risini obunachilar bu yoqda turadi. Obunachilar yo'lni tushuntiradigan bo'lsa, yo'l ishini aylanib, yana kiradi shu joyning aynoq tarafidagi joy. Yurtib turaylar. Bu yoqdan kelsak, to'g'ri kelamiz. Hozir nerdan kirishligini ko'rsatib beraman. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilar. Obunachilar bugungi videomiz joy temasidan bo'ladi. Boqasam dim ajoyib buni. Manzaraga keladigan bo'lsak, Qoraqalpoq Respublikasi To'rtko'l tumani Sho'raxondamiz obunachilar. 9 o'tib turibdi grovni. Gazam bor ekan bir de aholi ko'paygandan keyin tortadi ekanlar gazni. Aholini yo'tdirsizlar. Do'stlar, videoni boshlashda bir like bosamiz, kanalda yangilar bo'lsa obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz. Videoni oxirida obunachilar nerdan kirib kelishligini ham ko'rsataman. Videoni oxiridan ko'rsanglar to'liq tushunib olasizlar. İçeri girsek bismillahirrahmanirrahim. Pollangan. Patologlanma ağaçlarıyla. Pollanıp tuttu. Yine. Geriye de bir kat pol. Hatta bir kat pol. Piş onlara koyulgan tayar bu tuttu. Bir de bir xonasi var ekan. Pollanmaga tayyorlanib turibdi degan berini. Ağaçları fundamentini ko'rib turibsizlar, baland etib zo'r etib qo'yilgan. O'zlari yashimon deb saqlagan ekanlar joyini. Bu yerda pesh o'rniga moslangan ekan bu yoq. Kamenli pesh o'rniga moslanganda u. Ha, kamenli. Ha, kamenli moslanganda. Kamenli moslangan ekan buni. Mo'ri joylari mana siz tasha bilan. Bu yer oshxona bu, oshxona ishlangan ekan. To'pli pol uchun moslangan ekan toprak tashlagani, ustiga to'pli pol etib, kanalizatsiya ham o'tgan edi. O'tib tayyor. Ağaçları sekkidan moslangan ekan bu. Sekki to'qilgan. Bu yana kelsak, yana bu ham tarafında. Pojanni xotni qotlamadi. O, pojanni xotini mashin qo'yish uchun darvozasi. Yurtdan orqaga ham chiqadigan xoti bor yana. Bu yerda bir xona. Şimdi joylari obunachilar niyat etganlar bir like bosamiz yana. Bir de bir xonani. Peshonroq qo'yilgan bir bir xonasi ağaçlarıyla. Hemen joy setki to'qilib tashalgan ekan bir. Shu joyini loy joyga ko'p odam qiziqadi, loydan solinib turibdi. Ne paxsamlar bu. Paxsasam yana 50 soatib yurdi. Loy joyga qiziqqanlar uchun, issiq sovuq kelmaydi deganlar uchun. Bu xonani ko'rsatdik. Lekin hayvonchasi. Hayvoncham solingan. Obunachilar yurtsayin aholi ko'p edi. Bu chetlik emas. Chegarasına keladigan bo'lsak, obunachilar shu yerda qaziqi bor ekan. Buni o'pshi yer maydoni 6 sotik ekan. Dokumentalning 6 sotikdan. Qaziq ham bor ekan shu yerda, o qaziqini. Obunachilar shuni qaziqi shunday 6 sotik. O'pshi yer maydoni. Arka tarafına. Uzunluğu 20 metre. Ha, uzunluğu 20 metre mi? 20 metre mi? Uzunluğu buni obunachilar 20 metre ekan buni. Hayvancha hemen böyle eshiklarni qo'yilib saqlangan. Bir de mashin qo'yaman desanglar, o'sha darvoza. Darvoza qo'yilgan. To'qli aytganimiz o'sib turibdi ustunda. Chegarasi yana shudan cheti o'zi. Buni obunachilarning bahasına keladigan bo'lsak, bahasidan zo'rdan mana. Bahasi 230 million so'm pul aytib turibdi mana. Aytilish bahasi 230 million so'm qaytib kelishib beriladigan yeri bor mana. Variantlari boshqalarini o'zi bilan so'zlashaverasizlar. Ekranda telefon numerini qoldirib qo'yaman do'stlar. Bemalol o'zingizdan kelib ko'rib savdolashib olaverasizlar. Endi men manzilni tushuntiradigan bo'lsam, obunachilar shu yo'ldan yana